alaykum YouTube kuzatuvchilari va video ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan yana Postal Gaming kanalida Postal Dud. Bugun biz 3-reyx bilan tarixni qayta yozamiz. World Conqueror 4 o'yinida. O'yin haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, ma'lum dunyo istilosi degan bu strategik o'yin. Adashmasam EasyTech kompaniyasiniki. Uni yana strategik o'yinlar bilan juda mashhur. Asosan European versiyalarini o'ynaganman. Lekin bunisi unisidan ham qiziqroq. Ya'ni Ikkinchi jahon urushi va o'sha atrofda bo'ladigan voqealar. Ikkita o'lchamda bo'ladi. Hozir ko'rsataman qanday o'ynashda. Bu o'yin Play Marketda bor. Strategiyaga qiziquvchilar olib o'ynashlari mumkin. Lekin mendagi esa bu mod versiya. Conquestga kiramiz. Bu yerda mana yillar bor ko'rsatib qo'yilgan. 1939-yil bu ikkinchi jahon urushi boshlangan vaqti. 43-yili ayni urush qizib turgan paytlari. 50-yillar bu sovuq urush davriga to'g'ri keladi. 1980 bu alternativ o'zlari yaratgan. Xo'p, biz aytganimdek reyx bilan o'ynaymiz. Gitler Germaniyasi bilan. Va men bu safar urushda g'alaba qozonaman. Ya'ni bilasizlar, 1945-yilda Berlin ishg'ol etilgan va 3-reyx tugatilgan. Lekin bugun teskarisi bo'ladi. Men butun dunyoni egallayman 3-reyx bilan. Ko'p gapirib yubordim, boshlaymiz. Germaniya. Xo'p, mana boshlandi. 1939-yil birinchi yurishdan boshlaymiz. O'yin qanday bo'ladi? Bizga urushga kiryapti. Allies bu Buyuk Britaniya, Fransiya va Amerika davlatlari, keyinchalik SSSR ham qo'shilgan guruhga. Mana shular bizga qarshi urushga kiryapti hozir. Axis bu bizni nollarimiz. Mana ittifoqdoshlarimiz bo'ladi. Tashqarida shovqin bo'lyapti, uzr. Italiya, fashistik Italiya ittifoqdoshimiz bo'lgan. Xo'p, Xitoy bizga qarshi, Yaponiya u ham totalitar tuzum bo'lib Germaniya bilan ittifoq tuzgan. Tarixda aytib berib o'tiraman, qo'yaylik. Boshlaylik ishni. Xo'p, qisqacha tushuntirsam hozir. Biz ikki tomondan deyarli hamma tomondan siquvga olinganmiz. Germaniya ko'rib turganingizdek yolg'iz deyarli. Dunyoda mana biz ittifoqdoshlardan ko'ra dushmanlar juda ko'p. Lekin bizda ustun jihat bu sifat ustunligi. Undan tashqari, men aytgandek bu o'yin mod versiya deyarli hamma ustunliklar ochib bo'lingan. Menda barcha eng yaxshi generallar bor. Xo'p, urushlarni boshlaymiz. Bu o'yinda ko'rib turganingizdek askarlar bor. Ularni front chizig'i bilan bo'ylab to'g'ri taqsimlab chiqishimiz kerak. Xo'p, avval sharqiy frontga qarasak, Polshani tezroq egallab olishimiz kerak. Bungacha ko'rib turganingizdek mana birinchi biz hujum qilamiz, keyin ketma-ketlikka bosganimizda ular yurish qiladi. Xuddi shaxmatdagidek. Shaharni tomon qilish kerak birinchi marta. Shaharlarni egallab olishimiz kerak. Urushga yutish uchun. Ular tepaga yuradi yaxshisi. Yaxshi, shaharni oldik. Hozir bizda pul kam. Xo'p, qo'shinni faqat shaharlarda chiqarsa bo'ladi bu yerda. Mana pastda ko'rib turganingizdek tank bu shaharning menyusi, uni kuchaytirsa bo'ladi. Bu yerda qo'shinlar chiqarsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda piyoda, tank va artilleriya bor. Hozir pulimiz juda kam. Har yurishdan keyin bizga mana pul qo'shadi mana. Shu qanchadir egallangan shaharlardan keladigan foyda bor mana. Burchakda ko'rsatib qo'ygan. Xo'p, endi bu 3 tani sharqqa tashlaymiz.
Bu white tank ekan. Mayli. Janubga yuradi. Hozir juda kuchsizmiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek Fransiya bilan chegaramiz. Bu Maginot liniyasi deyiladi. Tarixni yaxshi biladiganlar biladi. Istehkomlar qurib tashlagan chegarasiga. O'tish juda qiyin bu yerdan. Askarlar bekorga qo'rg'on yomsiz qoladi. Shuning uchun biz shimoldan yorib o'tamiz, xuddi tarixda bo'lgandek. Avval Amsterdamni olamiz. Belgiya kutib turadi. Bizda tanklar ko'p tayyor. Bitta yaxshi tank chiqarib olsam, bular kuni bitadi. Shimoldan aylanib o'tamiz. Nemislarning mashhur Blitzkrieg usuli. Xo'p, Tinch okeanda suvosti kemalari emas. Bular to'g'risi aytaman, uncha foydasi tegmaydi. Lekin baribir qayerga tashlaymiz bularni, yaxshisi mana shu kemalarga ataka qilib turamiz. Reyx qo'shinlari quruqlikda kuchli bo'lgani bilan, lekin dengizda ancha kuchsiz. Va bizda maxsus kuchlar bor, maxsus qo'shinlar. Ularni hammasini ham 100% kuchaytirmaganman, lekin ularni jangga tashlasam, men general qo'yaman bularga. Keyin bizni yengib bo'lmaydi. Endi bularni yurishi. Tezlashga bosib tezroq yurish qilsin deb. Polsha urushga qo'shildi. Norvegiya, Belgiya, Tailand, Mongoliya, Mo'g'uliston. Tezroq shu Amsterdamni olsak, bizda pul bo'lardi keyin. Yo'q, yetsa kerak osiz chiqarishga bizga. Men Tiger 2ni chiqarmoqchi edim-da. Hozircha yetmas ekan. Piyoda chiqarib turamiz. Xo'p, Brandenburgers yaxshi kuchaytirilgan. Brandenburgliklar. Shuni chiqaraman. 3 ta piyoda. Buni havasini chiqarsam bo'ladi. Xo'p, bunga general qo'yamiz endi. Men ko'pchiligini kuchaytirganman. Mana bu normalda tushadi mana shu Yamashita. Yaponiyalik. Xo'p, bularni ustun jihati mana qo'shimcha yurish beradi. Ko'rdinglar, boya yurishi yo'q edi, lekin qo'shimcha yurish qo'shib beradi. Biz buni ustunligidan foydalanamiz. Shaharlarga qarshi piyoda qo'shin uncha yaxshi emas, lekin tanklar amallaydi. Yuramiz janubga. Yana piyodani oson yo'q qilsa bo'ladi. Xo'p, artilleriya muhim. Shaharlarni qamal qilishga. Boy yo'limizni to'sib qo'yibdi-da bular. Biz bu yoqqa kirib olmaymiz qo'shin. Kim bu? Guderian mashhur. Eng mashhur generallardan. Bizga yana bitta yurish kerak bo'ladi. Men tankimni chiqarib olmadim, lekin o'sha g'arbiy frontda ortda qolyapmiz. Tak mudofaasi ozgina qoldi. Samolyotlarni olib tashlaymiz bularni. Pulimiz yetarmikan samolyotga?
Shtuka mashhur sho'ng'uvchi bombardimonchi. Spitfire ham bo'ladi menimcha. Mana bo'ldi. Shahar quladi. Uni egallaymiz. Niderlandiya taslim bo'ldi, yo'q bo'ldi xolos. Xaritadan o'chirib tashladim. Endigi navbat Yugoslaviyaga. Yugoslaviya ham oson taslim bo'ladi. Unchalik kuchli emas. Tezroq bo'lishini olishimiz kerak edi lekin. Yaxshi ketyapmiz. Kelsa bo'ladi. Xo'p, aviatashuvchini cho'ktiramiz. Bosh aviatashuvchi. Ko'p asab ketadi. Xo'p, Britaniya qimirlamay turibdi joyda. Qo'rqoqlar. Fransiya ham kutib turibdi. Bular kutadi. Mana ko'rib turganingizdek bizga hujumga o'tgan yo'q ular. Polshani egallamagunimizcha kutadi ular, chunki tarixiy sahna bo'yicha ketyapti. Ularning o'z miyasi. Lekin bu katta xato. Mayli, biz keyingi yurishda tanklar chiqarishni boshlaymiz. Kuchliroq generallar bilan. Ispaniya urushga qo'shildi. Ispaniya biz tomonda ekan yaxshi. Aslida lekin betaraf bo'lib qoladi ikkinchi qo'shilgan bilasizlar Ispaniya. Tanklar nima qilyapti bu yerda? Tanklar bilan mudofaasini yorib berib turish kerak menga. Varshava egallandi. Yaxshi. Buni yana bitta yurish qilsak bo'ladi. Tank to'p tashlab. Ko'rdingizlarmi, qanaqa kuchli. Maxsus qo'shinlar yaxshi baribir. Bir zarbda yo'q qilyapti. Xo'p, bittasini mudofaa qoldirsak. Bular bizga hujum qilyapti. Polsha uzoq turmaydi. Ikkita shahri qoldi bor. Keyin yurishda taslim bo'ladi. Bu bilan sovetlarda tursak bo'larkan. Polsha deyarli tugadi. Bizning keyingi nishon Belgiya. Manshtayndan shu general men qo'yib olishim kerak, kuchli tank olib. Tanklarni kuchlaymiz. Minalashtirilgan hudud ekanda. Keyingi yurishda olar ekanmiz baribir. Xo'p, kemalar haqida ma'lumot bersam. Kemalarning turlari haqida. Asosiylari mana submarinalar, suvosti kemalari, destroyerlar, kargo shayxlar bular hujumchi. Kreyserlar, og'ir kemalar, yaxshi qurollangan. Aircraft karyerlar bor. Ular aviatashuvchilar. Va yana maxsus kemalar bor. Ikkinchi qo'shdagi eng mashhurlarni qo'shilgan. Ular kuchliroq. Masalan, Type 7 bu
so'z ekan. Prince of Wales Britaniyalik mashhur battleshiplardan. Reshel Fransiyaniki bo'lsa kerak. Akagini bilasizlar, Yaponiyani mashhur aviatashuvchisi. Enterprise esa o'sha paytdagi eng kuchli aviatashuvchi bo'lgan AQSh kuchlaridan. Typhoon klass o'z kemasi. Bu yadroviy kuchga ega tashuvchi. Yukikaze Yaponiyaniki. Leborg klass bu bo'lsa-da Britaniyaniki bo'lishi kerak. Qisqacha tushuntirib qo'ydim baribir. Chunki men dengiz janglariga qiziqaman ko'proq. Nima qotyapti? Internetdan o'chirib qo'yadi. Hop. Ya tuşlaydı böyle. Bununla ataka qilmaymiz. Men o'ylaganim lekin Yamashitani bekor Sharqiy frontga tashladikda. Polsha tugadi. Endi bizga kerak bo'ladi. Tank chiqara olarmikanmiz? Kuchliroq tank. Yaxshi keng tegar chiqaramiz. Bunga general Manstein qo'yaman. Juda kuchaytirilgan bu. Bir o'zi butun front ushlaydi. Endi yutqazadi bular. Lekin G'arbiy frontga ham bitta askar tashlashim kerak, lekin o'shani tank bo'lmasa ham piyoda qo'shin tashlashim kerak. Hop. Tarbiyaga. Tarbiyaga qarab yuramiz. Buni o'zi Manstein amalga oradi. Leningradga qarab yursam keyin Moskva, Minsk. Moskvaga hali bor. Sharqiy frontga qarakchi. Meni hali ham ushlab turibdi. Bo'ldi. Ketdi. Endi Yugoslaviya. Buni ittifoqdoshlar bir tiyinlik foydasi tegmaydi bo'ladi. Qaranglar, yurmaydi bular. Tak. Hammasiga bir o'zimiz urishyapti. Front cho'zilgan sari qiyinlashib boradi. Ovozimni aniqlaysizlar biroz. Tomog'im og'riyapti. Qamoqamiz ham shunday. Leningradni olaylik. Muhim joyda bu. Bizni so'z kemalar qilyapti. Mana shu yerga kelib tekislar tursa bo'lmasmikan bu yoqda turib. So'rashda keyin ular hech bo'lmasa yo'lini to'sib turadi. Ingliz kanali.
keladigan paytda surib bo'lmaydi kamerani. Yana urushga qo'shilishdi. Sen kim bilan o'ynashyapsan? Ko'ryapsizlarmi nima qilganini? Manstein, Blitzkrieg, 50%, Nitrate, Ataka. Bunga medal berganman. Attack again yozyapti. When commanding a unit to attack against with 100% chance. Jangga chiqqanda yana qayta hujum qilishi 100% bo'ladi. Ya'ni qayta hujum qila oladi. And the chance regrets 60% for subsequent attacks is done. It must 4 times per round. Bir raundda 4 martagacha ursa bo'ladi bilan. Aslida undan ham ko'proq, chunki bu yoqda ham o'zini shanslari bor. Mana Blitzkrieg. Agar enemy not fight back deyapti. Chunki men bir zarbda urganimda o'lyapti. Ular qayta hujum qila olmaganda bizda endi 90% qayta uni qilish kuchayadi Blitzkrieg. Ya'ni armored unitslarga bilan birga zirhli qo'shinlarga bu juda kuchli. Bitta karva kelib tashlab qo'yishimiz kerak edi. Hop, mayli. Meni ushlab turishga bizga qo'shin chiqarishimiz kerak. Tanklar yopiq. Mikrofonni yaxshi kuchaytirilgan ekan. Eski chiqarsam, artilleriya chiqarsam 29 ta tutsak mana shu ballistik raketani chiqarib olaman. Phantom Force bizda ikkita bor. Asosan raketerlar bilan maxsus kuchlar. Eng yaxshilar. Tanklardan Insulch T-72 bilan Abram ko'rganlarimcha yaxshimiz. Hop, bizda shtuka mashhur. Nemislarning eng yaxshi qurollaridan biri ikkinchi xorijda. Haymars ham bor ekan. Bu zamonaviy qurollar bilasizlar. Bu qurollar bo'lmagan ikkinchi xorij payti. Misol uchun Mi-24 vertolyoti yoki Apache 64. Ko'p gapiryapman. Jangni boshlab. Video cho'zilib ketar ekan. Balki ikkiga bo'lib bu shaharda berib qo'ymasligimiz kerak. Raportlarni egallaymiz. Shunday mashhur bitta gap bor. Hitler Germaniyani yengil tanklar bilan oldi degan. Bu rostdan ham haq. Pantera 2, Pantera 3, Pantera 4 tanklar. Mashhur yengil tanklar. Nima bo'lishi kerak? Light tank. Bu Pantera 3 modeli menimcha. 3.2mi? Buni yurish qo'yildi.
Hop. Qurol ko'plik и Daniyaga paratrooperni tashlasak bo'ladi. Daniya quladi. Yaxshi. Bunga olamiz. Hozircha kengaytiramiz. Sharqqa ham baribir bitta piyoda qo'shin va bitta tank tashlayman. Tank yoki ko'ramiz hozir kim tashlash. Artilleriyani chiqarsam ekan. Heavy Gustav bu ham mashhur tanklar, lekin bizga foydasi tegmaydi. Topol M buni chiqarsam yoki tank olsam ekan. Suvchi ochiq 30, lekin bittasini chiqarish mumkin faqat. Tanlash qiyin-da shunaqa payt. Suvchini chiqarib turamiz. Bunga general o'zi rus SR general SR tankga qo'yamiz. Yaxshi. Sharqiy frontni biroz oladi shusidan. Shita. Bular kelyapmiz tomonga. Hemen bu yerdan chiqarsak ham bo'lardi. Nimaga? Yaxshi piyoda qo'shin chiqarsak ham bo'lardi. Simo Haya. Bu ham mashhur finlandiyalik general. Oq ajal nomi bilan mashhur. Yer yuzidagi eng mashhur snayperlardan bittasi. Kill count juda baland. Buni ham chiqaramiz. Bunga general Marshallni qo'yamiz. Kim bu? Ismi Marshall buni. İşte çıkarmadık. Fransiyani eng katta xatosi mana shu istehkomlar Maginot liniyasi. Bu ahmoqlar Belgiyaga bostirib kela olmaydi deb o'ylagan. Chunki Belgiyaga bostirib kelsa Britaniya zudlik bilan qo'shin jo'natadi va biz oson g'alaba qilamiz deb o'ylagan. Lekin qo'shin yetib kelmagunicha yanchib tashlagan nemislar. Hop, buni Yugoslaviya tugadi. Keyingisi Gretsiyani olamiz, keyin Afrikani ham egallashimiz kerak. Bo'lmasa bular taslim bo'lmaydi. Hali mayda-chuyda shaharlar bor. Stalingradni egallashimiz kerak. Donetsk turibdi u yoqda. Ha, cho'zilib ketadi ancha.
Ancha kuchayib oldik. Endi bizga kuchlar yetmaydi. Parijni olamanda keyin videoni qolgan qismini keyin chiqaraman. Jarayon. Biz dushmanni yengish uchun uni barcha shaharlarni egallashimiz kerak. Bu biroz vaqt oladi. Norvegiyaga ataka qilamiz. Fransiyani destroyerini mag'lub qiladi. Mayli. Hozir bizdan ko'radi. Simo. Kuch yetmadi. Tushunmadim. Jukov piyodaga general ekan. Voy, biz tankka qo'yib qo'yibmiz buni. Mayli. Tankka boshqasini qo'yishim kerak edi-ku. Bekor qildim. Mayli, hech qisi yo'q. Topolni bu yerda chiqarib olmaydi. O'zi chiqarib olamini 29 ta. Voy, 2 dona yetmayapti. 2 dona yetmayapti. Ancha kattarib qoldik. Moskvani mudofaasiga hech kim qolgani yo'q. Bu oq ranglar Turkiya, Iroq davlatlari. Ular neytral bo'lgan davlatlar. Ikkinchi og'ir payt. Yerni oldik. Yaxshi. Taslim bo'lay deb qoldi hisob. Moskvadan keyin biz to'g'ri olmaydi ular.
meniyam olaylik shu. Senlarni hozir qovurib tashlayman. Shtuka. Ovoz zo'rda. Effekti past bo'lyapti bunchada. Tushunmadim. Yetadi. Keyingi 3 ta olamiz. Video ancha cho'zilishgan. Baribir 2 ga bo'laman shekilli bu. Yoki 3 gami. To dunyoni egallamagunimizcha. Xo'p. Yaxshi chiqadi. Bunga yaxshiroq artilleriya qo'shishimiz kerak, mana shu bo'ladigan ekan. Shag'al qo'yamiz. Yaxshi, Fransiyani ham asta-sekin egallayapmiz. Sovetlar deyarli tura olmaydi endi. Xo'p, men o'yinni shu joyda davom etaman. Moskvani olishga. Keyingi 3 ta oson bo'ladi Moskva. Mayli, keyingi 3 gacha. Endi Moskvani olamiz. Rokossovskiy degan general. Moskva faoliyatimda mana Moskvani ololmagan uchunchalik Moskva uchun jangda boy bergan bu nemislarda eng birinchi yirik mag'lubiyat edi. O'shandan keyin faqat va faqat chekingan. Leningradni ham o'zimiz olamiz. Endi frontda 2 ga bo'lishimiz kerak hozir. Londonni uchirib tashlayman men. Yadro otadi. Ko'rdilar. Yana bitta uchiraylik. Londonni xarob qildik. Paratroperlar tashlaymiz Londonga. Yaxshi o'sha. Londonni ham bosib oldik. Xo'p, keyingi yurish. Bu vertolyotda bo'lsa bunaqa qilgan.
qo'shinikiga bo'lishimiz kerak. Bu janubga ketadi. Keyin Afrikani olamiz shu yoqqa. Simo bilan buni pastga tashlasak bizga yana bitta komanda kerak bo'larkan. Abram Centurion. Buni Fransiyadan bekor ko'chirmabmiz-da. Vertolyot chiqaramizmi yoki? Vertolyotga general kim qo'yamiz? Onani vertolyot ham chiqaradi. Endi uchuvchi qo'yishimiz kerak. Uchuvchisi yaxshi general. Whitman. Chekap. Ham tanishimiz kerak. Campbell yo'q, uchuvchi ekan. McCampbell eshitgandayman shu odam. Qancha ekanda urushmaganmikan mabodo. Abram tankchi. Dengizchi. Yoki Eisenhower qo'ysak ham bo'ladi, ham uchuvchi. Qo'ydim mayli. Xo'p, videoni shu yerda to'xtataman. To'g'risi bu hali uzoqqa cho'ziladi. Chunki hali ancha-muncha joyda egallashimiz kerak. Hali qolishimiz uchun. Hali bu yoqda AQSh turibdi. Yaponiya Osiyoni egallashni boshladi. Xitoyda egallashdi, ya'ni. Bular Midwayga hujum qilish kerak emasmidi bular? O'sha Sharqiy frontga qarab ketyapti. Qoyil lekin. Yaponiya kuchayyapti cho'ta. Yamamoto mashhur generallardan. Zarra buni eshitmaganman. Xullasda. Xitoyda kuch yetmayapti. Chunki bular SSR biz bilan band bo'lib qoldi. Xullas xarita shu ko'rinishda. Fransiyani o'zi yeb tashladik. Lekin Afrikada mustamlakalari bor. Men o'yinni shu yerda to'xtataman. Kuzatganingiz uchun rahmat. Tarix yozildi asosiysi. Moskvani egalladik Reyx bilan. Va hali ko'p joylarni egallaymiz keyingi qismda, albatta. Like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Agar davomini ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.